Sergeli 3-metro bekatda yonginasidan greenhouse domlardan 10 qavatli domimizni 9-qavatidan 2 xonali xonalar alohida bo'lgan xonadon topib qo'ydik sizlarga. Hozir ichkarini ko'rsatib chiqamiz sizlarga. Ko'rganlaringizdek xonalar alohida bo'ladi. Pirgoshkalar juda ham keng. Sizlarga ko'chadan, podyezddan ko'rsatadigan bo'lsak, podyezddan kirishimizga. Podyezd juda ham keng bo'ladi. Liftlari ishlaydi, yangi baquvvat liftlar qo'yilgan. Podyezlar juda ham keng. Shuna velosiped, shunaqangi kiloskalar qo'yib foydalansa bo'ladigan joylari bor. Podyezdimizda 4 ta xonadon bo'ladi. Sotilayotgan xonadonimiz mana shu bo'ladi. Podyezddan kirishimiz, o'zining stroyli mebellari bor. Ko'rganlaringizdek yasatilgan qoladi. Pirgoshka juda ham keng. To'g'rida o'zining mehmonxonasi. Mehmonxonasi ham keng, juda ham keng. Holati go'st remont holatida. Bittasi yutib olish kerak. O'zini ko'chaga qaragan oynasi, kichkina balkonchasi ham bor mehmonxonamizda. Zalimiz ko'rganlaringizdek parda gilamlar qoladi. Spalni xonasiga kiramiz. Pirgoshkalar juda ham keng. Spalni xonasi ham alohida. Ko'rganlaringizdek stroy mebellari, shkaflari, spallar hammasi qoladi. Bu yerda o'zining balkoni ham bor bu. Spalni xonamizda balkonlardan bemalol foydalansa bo'ladi. Juda ham balkoni ham ixchamgina balkon ekan. Ko'rganlaringizdek mebel texnikalar qoladi. Uyimizda o'zining alohida vannaxonasi, kir mashinasi bor ekan, kir mashinasi ham qoladi. Vannaxonasi ham juda ham keng, dushovый kabina qilingan ekan. Hojatxonasi alohida bo'ladi. Hojatxonasi ham juda ham keng ekan. Rakvinalari bor. Top-toza o'zida holatda. Oshxonasi alohida bo'ladi. Ko'rganlaringizdek oshxonasi sharoitlari bor. Ko'rganlaringizdek xolodilnik qoladi. Volkoter katyoli bor, gaz plita, mebellari bor. Bitta mebel, kuxni mebel sotib olish kerak. Ko'chaga qaragan katta oynalar ham bor. Hurmatli obunachilar, bu Sergeli 3-metro bekati yonginasida bo'ladi. Greenhouse domlarini 10 qavatli domimizda 9-qavatidan 2 xonali ko'rganlaringizdek alohida xonalari. Kvadrati 54 kvadrat dokumentalni narxi 59.500 so'ralyapti. Hozirgina kelishadigan joyi bor, bosadigan joyi. Bu atrofda bunaqa lokatsiyadan bunaqa narx topish qiyin. Kelish kerak, bosish kerak. Ko'rgan mebel texnika, ichidagi mebel jihozlar qoladi. Bu yerga arenda qo'yib qo'ysangiz ham bemalol $500, $600 arenda qo'yasizlar.